Assalamu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dünya Uyg'ur qurultayining Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan Tor televiziyasiga xush keldinglar. Men bugungi bu programmamizning riyosatchisi Shahrizod bo'laman. Bugungi bu programmamizni Dünya Uyg'ur qurultayi muhojirlar bo'limining mudiri, peshqadam, vatanparvar ziyoli Mahmad To'xta apandi bilan muhojirlar masalasi va Kanadadagi Uyg'ur milliy mujodilasi haqidagi qisqa bir suhbatga bag'ishladik. Hurmatli Mahmad To'xta apandi, oldi bilan siz muhojiratdagi Uyg'ur muhojirlari vaziyati haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Rahmat. Oldi bilan Dünya Uyg'ur qurultayining bu Tor televiziyasi va buningga ajr sundirgan do'stlarimizga ko'p rahmat aytaman xalqimiz nomidan. Bu muhojirlar xizmati yalğız Dünya Uyg'ur qurultayining emas, mushu chet ellardagi hamma qarindoshlarning diqqat qiladigan va eng muhim deb qaragan masalalarning birisi. Chunki bu muhojirlarimiz dunyoning hamma yeriga tarqalgan bo'lg'achqa, vatandan qochgan qarindoshlarimiz o'zi xohlagan davlatga berish imkonlari ba'zida bor, ba'zida yo'q bo'lg'achqa, qaysi yo'ldan shu vatandan Xitoyning zulmidan qochib chiqa olsa, shu davlatga o'ralishib qolgan, ba'zilar o'qish yoki sayohat, shuningla vatan qaytarmaydigan shunday xilma-xil to'salg'ular sababli biz anglab bakmagan nurg'un davlatlardami Uyg'ur muhojirlari o'ralishib qolgan. Hamda ko'proq hozir Uyg'ur muhojirlarining masalasida ko'proq biz diqqat qilayotgan davlatlarning birisi Türkiye'deki Uyg'urlar. Türkiye'deki Uyg'ur muhojirlarimizning soni haqida xilma-xil fikrlar bor. 10 mingdan 30 minggacha degan sonliq ma'lumotlar bor. Lekin uning ichida shu Uyg'ur muhojirlar nuqtasiga to'shadigan va o'zini muhojir deb qarab, bexatar davlatga yetkilishni xohlaydigan qarindoshlarimiz soni 10 mingdan oshadi Turkiyada. Undan boshqa Uyg'ur muhojirlar deganda biz yana Musha Taylandga qochib chiqqan va Tayland, Malayziya orqali bir qismi yetkazilgan bo'lsa-mi, yana shu yerda turmada qolib qolgan qarindoshlarimiz va bu qarindoshlarimiz ko'z oldimizga keldi. Yaqinda mush Tayland turmasidan qochib, Malayziyada tutilgandan keyin qaytadan turmaga kirib qolgan 11 qarindoshimizdan boshqa Tayland turmasida hozir 47 qarindoshimiz va jami 58 da qarindoshlarimiz hozir Malayziya va Tayland turmasida turmada. Bu qarindoshlarimiz aqlimizga keldi. Yana Uyg'ur muhojirlar deganda hozir Dubayda ve Abu Dhabi'de bulup turmada yetayotgan qarindoshlarimiz 5 dan az hozirgi bizga kelgan uçur. Bu qarindoshlarimiz aqlimizga keladi. Yani Uyg'ur muhojirlar deganda Misr aqlimizga keladi. Misrdan o'tgan yil mush vaqtlardan boshlab Xitoy hukumatı bir qismini majburiy qaytarib ketdi. O'quvchilardan bir qism o'quvchilar nodonlik qilib o'zlari ketib qoldi. Ammo shu yerda turib qolgan qarindoshlarimiz bor. Yana Afrikada bor, yana mush Osiyo Tinch okeanidagi ba'zi orollarga o'ralishib qolgan Uyg'urlar bor. Shuna qilib asosan O'rta Osiyodagi hozir turmada yetayotgan Qirg'izistonda va ba'zi O'zbekiston ve Qozog'istonda mavjud emas, lekin Qirg'izistonda jiqroq u yerda turmada yetib qolgan qarindoshlar bor. Shuna qilib, mushu O'rta Sharq bularga nima o'lkalari, qo'ltiq o'lkalari degan mushu Arab O'rta Sharqdagi ba'zi davlatlar, Birlashgan Arab Amirligi, qatorliq Bahrayn bor ve Türkiye, Malayziya qatorliq davlat bo'lib, hozir Uyg'ur muhojirlarning nimasida Afrikada uncha jiq emas, shuna bo'lsin bor. Mushu davlatlarga taralgan qarindoshlarımızdan hozir Turkiyadagini hisoblanmaganda 1 mingdek Uyg'ur muhojir qarindoshimiz bor. Dünya Uyg'ur qurultayi muhojirlar masalasi sohasida hozirga qadar qanday xizmatlarni ishladi va bundan keyingi planlar nima? Muhojirlar deganimizda bu 3 xil nimani o'z ichiga oldi. Ya'ni birisi bu muhojir qarindoshlarimiz yoki bu panolanguchi deb qaraymiz. Musofir deymiz. Ya'ni mushu 3 ismning qaysini ishlatishimizdan qat'iy nazar vatanimiz Sharqiy Turkistondan ayrilgan Xitoyning zulmi ve o'zining shu yerga qaytishga nisbatan yana qaysa beshi keladiganlardan xotirjam bo'lamog'i uchun vataniga qaytanmaydigan mush qarindoshlarning hammasini biz muhojir deymiz. Yani Birlashgan Davlatlar Tashkilotining
muhacirlar komissarlığının aniqlaması bo'yicha muhacir deganimiz birisi o'z vatanidan ayrilishga majbur bo'lganlar. İkinciden şu vatanda mavjud vaziyat tufaylidan qaytanmaydiganlar yoki qaytishni xohlamaydigan. Shu 3 omilni ichiga oldi muhacir deganimiz. Shu chet eldagi muhacirlarimiz dal shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa qonuniy organlar tomonidan aniqlama berilgan muhacir yoki inglizcha refugee mushularning aniqlamasiga hammasi tushdi. Hech bir qarindishimiz o'z ixtiyori bilan ayrilmagan vatandan. İkinciden hazır vatanimizdeki bo'lgan mavjud vaziyat tufaylidan vatanga qaytish imkoni yo'q ve o'zlari qaysimi shu yerda beshak keladigan ig'irchilik sababidan qaytanmaydi. Shunlashqa mushularning hammasi muhacir. Bu muhacirlar kategoriyasiga asir burun xalqaro o'quvchi chiqqanlarmi shuning qatori kiradi. Tijoratchi chiqqanlarmi shuning qatori kiradi. Xitoyning zulmidan va ya türme azavidan ve xilma-xil sebeplerden vatanda aralashgan siyosiy, diniy ve faaliyetler sebebinden kaçıp çıqqanlar mı hazır muhacirlar qatori kirdi. Yani muhacir deganda qandaqdı vatandan kaçıp çıqqanlar emas. Vatanda turib kelib hazır qaytish imkoni bo'lmagan bütün mayli xalqaro o'quvchilar bo'lsin yoki tijoratchilar bo'lsin yoki mablag' sog'uvchi bo'lib chet elda o'rnashib qolgan uyg'urlar bo'lsin. Hazır vatanga qaytish imkoni bo'lmagan bo'lsa hazırki mevcut vaziyet tüpeylidir. Şunda bo'lg'achqa bularni biz hazır muhacirlar kategoriyasiga olamiz. Birinci aniqlamasi ve aldı bilan muhacirlarni tanishimiz kerak. İkincisi bu qarindoshlarımızdan hamda bizning qilayotgan xizmatlarimiz Xitoyga qaytishning oldini olish. Bu eng muhim birinci omil bizning beshimizdan eng og'irtadigan shu. Chunki bu Xitoyga qaytirish, bu qarindoshlarning qaytirishining oldini olishda hamda nurg'un davlatlarni Xitoylarning setib olganligini bilamiz. Iqtisodiy manfaatlar, mablag' silish va'dalari va yoki rayon va xalqaro xarakterli Xitoy hukumat ilib borgan masalan bir yo'l, bir balvog'da cho'ng qurilishlar, mushuninga trillyonlarcha dollar solgan mablag'lar, bu mablag'larning şu Uyghur muhacirlerini qaytirishga amroq yoki darhol qaytiradigan davlatlarning mush mablag'lardan pay elish istiki Xitoyni ranjitmaslik anodagi xalqaro bo'lib Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xalqaro organlarda bu davlatlarning Xitoyni o'ziga bir himoyachi deb qarashi. Yani g'arb davlatlari qarshi Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'zlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi siyosiy kun tartiblarini va yoki siyosiy planlarini amalga oshirishda Xitoyni bir qutqazg'uchi yoki o'zlariga bir himoyachi davlat deb qarashidak shu cho'ng omillar bor. Shu sababdan bular Xitoyni ranjitmaymiz, Xitoyni ochchig'ini keltirmaymiz deb Uyg'ur muhacirlarni qaytirishni bular darhol Xitoy deb bo'lg'ichi uni bejo keltiradigan va Uyg'urlarni qaytiradigan avvallar naytiga. Shunlashqa Dunyo Uyg'ur qurultiyining birinchi nayti inchkilik bilan va sezgir bo'lib ishlagan xizmatlardan birisi Uyg'urlarning imkoniyat va Xitoy qaytirilishining oldini olish. Ya'ni bu masaladagi bizning belgilik tajribalarimiz bor. Shu Guantanamo yetayotgan masalan 22 qarindishimiz valla Afg'onistonda tutilgan, lekin hech birisi Xitoy qaytarilmadi. Shu masaladami Xitoy hukumat bilan shu Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur faoliyatchilari tig'mi-tig' ilishdi desak bo'ldi. Lekin Xitoy mag'lub bo'ldi. Shu qarindoshlarimiz mana hozirgacha Xitoy qaytarilmadi. Anandan keyin shu Taylanddan va Kambodjadan Xitoylar 109 da qarindishimizni 3 yil burun ketdi. Ondan keyin Malayziyani o'tkazib berdi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarning bu o'zimizning qandosh va dindosh qo'shnilarimiz turib, bularning Xitoyning ta'minlagan kichikgina iqtisodiy va ba'zi siyosiy manfaatlar uchun bu qarindoshlarimizni o'tkazib berganligini biz ochiq saboqlarni bilamiz. Ondan keyin yaqinda Misr bu ishlarni qilyotdi, Dubayda bu yuzlanish bor. Lekin hozir Dunyo Uyg'ur qurultiyining birinchi bo'lib kun tartibimizda tutayotgan mush muhacirlar qarindoshlarimizdan bo'lib Tayland va Malayziya turmusidagi 58 qarindishimiz. Ondan keyin Dubay Meşe turayotgan hozir bizga ismi va ma'lumoti aniq bo'lgan 3 qarindishimiz. Bular hozir Xitoy qaytarilmagan bo'lsa, Xitoyning u yerda jiq nimalari bor. Terishchanliklari bor bu qarindoshlarimizni qaytarilish uchun. Bo'libmi Taylanddan turmadan qochgan qarindoshlarimizning avvali bir fojialik bir avval, chunki qurultay adam avatdiq, 3 odam bordi.
Bu qarindoshlarimizni o'zlari bildi. Bu o'rmonda xuddi quduqdan jingni bilan bir narsa izlagandek izlab dunyoning boshqa joylaridagi qarindoshlarimiz iqtisodiy jihatdan qo'llagan bo'ldi, har xil iyanalar bilan. Bu qarindoshlarimizni shunda chatqonlikdan, sosliqlardan, patqoqlardan, shu 10 necha kun o'tganda qo'saqlari och, kiyimlari yalang'och, putlarida oyoq shunda qiynaldi qutqazdi. Nayte inchkilik bilan elib berilgan bir nim bo'ldi bu. Planlıq elib berilgan. Lekin shu qarindoshlarimizni biz qutqizib, ularni xotirjam bir yerga o'rinlashtirib, sirtlar bilan aloqa qilmanglar, telefon ishlatmanglar deb shuncha topilsak, bu qarindoshlarimiz kichikgina bir nafsining qurboni bo'ldi. Anadan keyin Tayland turmusidan qochganda bir qarindoshimiz uzun qamay tutilib qolgan. Tutilib qolgandan keyin bu qarindoshimizni Tayland hukumati yamchuk qilish uchun biz qutqizib olgan 11 qarindoshni tutish uchun uni yamchuk qilib ishlatish uchun buni qo'yib berdi. Qo'yib bergandan keyin bu qarindoshlarimiz biroz nodonlik qilib, o turmadan qo'yib bergan qarindoshimiz kaynida Taylandning soqchilari va Malay soqchilari va agishib turibdi ular. Nega bordi? Biz topolmagan 11ni cho'qinmish topadi. Derhal Türkiye'deki şu turmadan kaçkan qarindoshlarımızdan ailesi bilan aloqa qildi. Aloqa qilib, ular ne turibdi onu so'radi. Ondan keyin shu qarindoshimiz men shu yerga borman deb, keyindagi soqchilarni egashtirib o'sha yerga olib qo'ydi, shu zamatli tutildi. Bo'lmasa ularni biz qutqizib bo'lgan bu qarindoshlarni. Andan keyin bu qarindoshlarimiz-mo hatto biz shuni topilsak unamay, oilasidan Turkiyadan pullarni keltirib maxfiy telefon elib, telefonlarda har xil Xitoyning biz ishlatmasin deb tavsiya qilgan Xitoylarning WeChat'dagi nimalarni ishlatib, o'zlarini-mo biraz oshkorlab qo'ydi bu qarindoshlarimiz. Bo'lmasa, nayt jiq emgak qildik, ularni qutqizish uchun bir oydan ortiq vaqt ketdi, 3 odam avatdik. Sosliq patqoq shunda qiyin sharoitda qutqizdik bu qarindoshlarni. Malayning, Taylandning soqchilari izlayotgan mezgilda. Lekin bularni qutqizgandan keyin bizning deganimizdek bo'lmay, bu qarindoshlarimiz biraz shaxsiy havoyavasdan keyin kirkitib, shunda qiyinda qutqizib bir yerga jam qilgan qarindoshlarimiz yana o'zini oshkorlab qo'ydi. Ya'ni demakchi o'g'lim bular turmak chiqib qoldi tekrar. Lekin hozirgacha Malayziya hukumati bularni qaytaramadi. Qaytaranmaslikning sababi Dünya Uyghur Qurultayının elib bağlan bir qatar diplomatik ve siyasi faaliyetlerin neticesinde Amerika hükümeti aralashdi, Avrupa Birliği aralashdi, Kanada chiqqatim Malayziyaga nota berdi. Bu Uyg'urlarni qaytarsang bo'lmaydi deb o'tmish tajribalar va UNHCR'ning ba'zi nimalari bo'ldi. Shuna qilib hozir bu qarindoshlarimiz hech bo'lmasa turmada eg'ir avval, lekin Xitoy qaytarilmadi. Yana birisi Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimiz bor. Turkiyada yashagan qarindoshlarimiz biraz bular Misrdan qaytarilgan qarindoshlar Turkiyaga kelgandan keyin bu biraz kun tartibga o'ltadi. Bular Tayland va Malayziyadan 3-4 yil burun Turkiyaga yetkazilgandimi, qarindoshlarimizni diqqatini qo'zg'agan son jihatdan biraz ko'p. Ikkinchidan Qaysarga o'ralashgan 2000 da qarindoshlarimiz bor. Bular insoniy yordamlar bilan nim qilyotdi, lekin Istanbul va bu yerda xili jiq bo'ldi. Misrdan kelganlar bor. Hozircha bu qarindoshlarimizdan garchi Muşu bana bilen men yani bir narsani qo'shib qo'yishim kerak. Mush Yevropadagi, Amerika, Kanadadagi qarindoshlarning mertlik bilan bo'libmi Misrdan mush o'quvchilar qiynab oldi qolganda shularni beletini elib berdi, tanımagan insonlarga yordam qilib, shu qarindoshlarning nimaga kelib olishiga kuch chiqadi. Shunlashqa shu xolisona yordam qilgan qarindoshlarga andan keyin shu Tayland turmusidan qochganda shu qarindoshlarni qutqizilish uchun 30-40 ming dollarga pul to'plandi. Hamma pul shunaqa joyga ishletildi. Shu iyani bergan qarindoshlarga bu yerda rahmat aytishimiz to'g'ri keldi. Haqiqatan insoniy va qarindoshlik mehr-muhabbatini ko'rsatdi. Tonimaydi, bilmaydi, Misrda kim bor, kim yo'q bilmaydi. Beletlarni elib shu qarindoshlarning Misrdan Turkiyaga yetib kelishiga yordamlar bo'ldi. Endi Turkiya qarindoshlarga biz o'tgan yili şu Mısır'dan bu kriz meselesi yüz bergan ekan, bular Xitoy ishkuzda qarindoshimiz o'tkazib ketgandan keyin bular qanday yordam qilamiz deb oldi bilan bular Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos sunishini biz tashabbus qildik. Bu meselede biraz to'xtalishimizga to'g'ri keldi. Chunki bu qarindoshlarimizda xilma-xil xato tushuncha bor. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qildik, nima deb biz Kanada va bu yerga ketmaymiz.
Birleşken Devletler Teşkilatı iltimasını kabul kıldı. Lekin işlerini putkuzib, bularning qo'liga Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından belgilengan musafir degan bir kağıdı var. Kağıdı var. Yani UN mandated refugee status degan. Conventional refugee status mi deydi? Bu nimesi? Yani Birleşken Devletler Teşkilatı sen musafirkensen deb ularni qabul qilib, texi qo'liga unasini olmadi. Bu bir. İkinciden, neme deb uzun sürdü deb qarindoshlarimiz bu akademik shikoyatlarni qildi. Turkiyada tug'an qarindoshlarımızın bexatarlik tekshirishi uzun davom qilyotdi. Bunun sebebi şu. Türkçede IŞİD deydi, İngilizler ISIS deydi, yoki DAESH deydi, xilma-xil ism bor, atalmış İslam devleti ve Suriye'de qalaymakanchilik meselesida. Şu qalaymakanchilikqa bağlanma Türkiye'den bağlan. Şu qalaymakanchilikdan qichib yoki shu yerdan ayrilganlarmi Türkiye'ga kelgan. Shunglashqa bu yerda bexatarlik nuqtasidan nurg'un davlatlar buningga haddidan ortiq diqqat qilyotdi. Bu bir. İkinciden Uyg'ur qarindoshlarimiz shuni bilish kerak. Bu chet eldagi istixborot, bu mustaqil davlatlarning istixborot organlarimi quruq o'ltamaydi. U yerga Uyg'urlarning borganligini biladi. Sonining bir ishga emas, minglarcha ekanligini biladi. U yerda nurg'un Uyg'urlarning o'lganini biladi. Endi ma Uyg'urlarimiz shu iltimos qilgan bo'lg'achqa, mushuning ichida churk olma bormi? Bu bexatarlik shunga tekshirilyapti. Bu bexatarlikni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın maxsus organi tekshiradi. Ya'ni bu insonlar o'g'rimi, to'g'rimi, sog'lommi, bir ishlarga aralashganmi, hattoki bularning bergan bayonotlari qilgan ish harakatlarida shu islom davlati atalmış yoki DAESH mushlar qarta bir hisdoshligi bormi? Yoki bevosita shu ishlarga aralashmagan bo'lsa-mi, shularga aralashganlar bilan tanishligi bormi degandek, buni nayt inchik tekshiradi buni. Bu tekshirish bitmay turib, bular sog'lom ekan degan bir narsa bularga baho berilmay turib, bularning Birleşken Devletler Teşkilatı'daki qabul qilish bosqichi boshlanmaydi. Oldi bilan uyimizga bir mehmon kelsa, bir kunlik tursa, nima qilmaymiz? Bo'pti, bir tamoq berayli, kessin deymiz. Agar bir odam kelib, "Menga sen bilan yashayman" desa, biz surishti qilmaymiz. Bu balam kelibsan-da, sen kimning bolasi? Nima qilgan odam? Kimning avlodi? Sen ishing bormi? Yani bu uyimni sana ochdim, mishar yashayman deyotsa, men seni bir tushunib boqay deymiz. Bir aqlli o'lcham. Bizning bu qarindoshlarimiz ishni bak oddiy lamnim qilyapti. Hech bo'lmasa bu Birleşken Devletler Teşkilatı musofirlar ishxonasiga Turkiyadagi va Misrda iltimos qilgan bo'lib, hozir 230 dan ortiq qarindoshimizning tizimligi bor. Bu qarindoshlarimiz hech bo'lmasa hozir Xitoy qaytarilmaydi. Bular o'zlarining ma'qulligi narsani sal qarayotdi. Ma uzun dönemlik ikamet Türkiye'de ikamet taxtiyatı da eğer bazı ahvallar bo'lib qolsa, bu qarindoshlarımızın ahvoli xatarlik. Çünkü devletlerinin siyosati o'zgarib turadi. Anadan Türkiye'de bir xato tushuncha var. Qarindoshlarimiz voy Türkiye bizni ichak avatmaydi. Shularga mening deydiganim Türkiye hozir o'zining askarlarini urushga avatib boradi. O'zlarining 20 yosh, 18 yosh bolalarini urushga avatibsa, o'lsa ma davlat uchun da'vatidi. Özünün fuqaralarini ölümge avatgan bir devlet, özünün devlet menfaati uchun sirtdan kelganlarni erkaklarni devlet menfaati uchun qiladi. Xam xiyolda bo'lmaslik kerak. Buni aniq deb qo'yishimiz kerak. İnsanlar o'tirida voy xalqlar bilan xalqning bir-birini yaxshi ko'rishi ayrim masala. Turk xalqi, Uyg'ur xalqi biz qandosh qarindosh. Ammo davlatning qarindoshi olmaydi. Davlatning menfaati bo'ldi. Devlet, hozir bo'lib Turkiyadagi mavjud vaziyatda Yevropa va Amerika bilan bo'lgan Turkiyaning munosabati bag'an sari shiriklashib, Xitoy va Rossiya tarafga qayganligini, bu munosabatning texmi ma tarafga yiqilib qolganligini biz kuzatishimiz kerak. Shuna bo'lganda, uzun muddatda nima bo'lishidan qat'iy nazar, hozir qisqa muddatda xalqaro geostrategiya, geosiyosatda mushunaq o'zgarishlar bo'layotgan bo'lg'achqa, bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın musafirlar komitesiga iltimos qilish, hech bo'lmasa bu qarindoshlarning bizaga beshiga yomon kun kelishining oldini olganlik. Buni birinchi olib deyishimiz kerak. Endi ikkinchisi, bu ishning birincisi bu qarindoshlarimizni turmadagi va boshqa qarindoshlarning Xitoy qaytarishining oldini olish xizmatimizning nimasi. Ikkinchisi, bularning uchinchi bir davlatga o'rinlashadigan bir fursat kelguncha bularni shu ma'lum davlatda xotirjam to'g'izish. Hozir Birleşken Devletler Teşkilatı iltimos qilganlarning hozir hech bo'lmasa shu davlatlarda bir mezgil tura oladi.
Yani üçüncüsü bularni bexatar davlatga o'rinlashtirish. Buni inglizcha settlement deymiz. Bu üçüncü bir davlatga o'rinlashish uchun cho'qim Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bularga bergan guvohnamasi bo'lishi kerak. Sen musofir ekansa, biz seni shu butun ahvolingni egalladik va sening musofirligingni qabul qildik deb qo'liga shu bir guvohnoma berdi. Bu guvohnoma bergandan keyin bu qarindoshlarni üçüncü bir davlatning qabul qilishiga yo'l minishga undan keyin boshlaymiz. Masalan, Kanada har yili 5 mingdan 10 minggacha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti guvohnoma bergan shu musofirlarni qabul qildi. Demek Kanada'nın bu her yıllık bir program var. Başka garip devletler mi kabul kıldı? Çünkü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın süzgüçüdün ötkenler bexatarlık tekşürüşünün ötkünü için, belgelik ve jariyonlarning ötkünü için bula Birleşken Devletler Teşkilatı bularni kabul kılgan olsa, başka devletler bexatarlık cihetten bek oyliş ketmeydi. Birleşken Devletler Teşkilatı allaqachon hizmetlerini işlepti. Şonlaşka muşularning kabul kılgan kararını biz şu karar boyunca kabul kılımızda kabul kıldı. Şonlaşka bexatar davlatga o'rinlashtirishda shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining berilgan musofirlik guvohnomasi bek muhim. Muşular tugagandan keyin, anadan keyin masalan Kanadaga bo'lsin, boshqa davlatlarga bo'lsin, bu qarindoshlarimizni o'rinlashtirib xilma-xil paranglar bor. Voy bugani ketmadik, aytib ketmadik. Uyg'ur tashkilotlari bir buyruq bilan biradan biriga o'tganmaydi. U davlatlarning boshliqlari Uyg'ur tashkilotlarining amrida emas. Anadaki viza berdiğen konsolosluk işgallarına Uygur teşkilatlarından buyruğu ötmeydi. Ve palanık viza ve pustanık viza ve anadaki Kanada başka yer kanda kessek olan meslet veren depma 100'lerce uçurkildi. Yani bir devlet ketişinin yolu vizeleş. O qarindoshlarimizni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iltimos qilsin deyishimizning sababi bular ya sayohat vizasi ya ko'chman va boshqa turli viza olish imkoni bo'lmagani uchun hech bo'lmasa mayol orqali g'arb davlatlarga o'rinlasha oladi deb bu bir nima. Agar bu qarindoshlarimizning undaq viza yoki boshqa bir yo'llar bilan yetkaziladigan oboni bo'lsa, uni qilsa bo'ldi. Lekin amali bo'lmaganlar bu bir yo'l mush orqali bu qarindoshlarimizni uchinchi bir davlatga yetkazamiz. En ahırda bu meseleye koşap koyduğum. Yakında kurultay rehberleri bilen bazı mesleğlerini kılışvatımız. Şu 8. ayın ahırıgacha ben Türkiye'ye kurultay namıdım barada elbette. Bir iki kişi manadı. Şu yerde bir kısım qarindoshlarimizni bir tizimlik Birleşken Devletler Teşkilatı'na iltimas qilganlar elbette şu tizimlikning ishida bo'ldi. Yani başka qarindoshlardim mı? Kanada hükümetiga men ish qatim deb bo'ldim buni. 3000 Uyg'urni yetkazib berish masalasida bu paranglar 2006-yilmi bo'lgan. U vaqtda ko'chmanlar ministri bilan munosabatimiz yaqindi. Lekin biz o sonni chiqarolmadik. Tibetliklar keldi, Uyg'urlar kelmagan. Hamda hozirgi hukumatning ba'zi organlari va mush ishga mas'ul insonlar bilan kurashganimizda bu oldi bilan nima bo'lishidan qat'iy nazar qo'limizda bir son bo'lishi kerak. Mushu qarindoshlarning shonlashga bir odam berib, oldi bilan belgilik bir sonni tizimlab, bu 3000 bo'lamdi, 1000 bo'lamdi, uni o'zimizning imkoniyatlargacha hukumatning qo'liga mushularni topshiramiz. Ya'ni bu nimani anglagandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar ishxonasi tizimlaganlar nima qilib qolmasin, voy bizning ishimiz qanday keladi. Shularmi shu tizimlikda bo'ldi. Oldi bilan ular şu tizimlikte buldu ve başka nimelerden anadaki emmeylenme nim kıla hayacılık etmesin bu tizimlik degen gap ulan eğitlam yütkemiz degen gap hükümet sonumuz degen gap anadaki qarindoshlar mesuliyetçan bolsun çürük almalar kirqamısın meni en ansiraydiganim başka qarindoshlarning yo'lini to'sab qo'ydi anadan keyin har xil ko'z qarashdiki radikal Uyg'urlarni ko'ryapmiz buni aniq ogohlantirib qo'yish kerak dinimiz bilan munosabati yo'q muqaddas dinimiz hatto dinimizni başkalarına küçük düşürdiğen ya ki dinimizge hakaret derecesiga bağlan bazı g'alati qiliqlarni yetishtirib olgan qarindoshlarimiz Türkiye'den ayt köp. Bunu obdan bilimiz. Şonlaşqa odam avatib bularni belgilik darajada bir nim qilayli oldin ola bir tizimlayli deyishimizning sababimi bundan keyingi qarindoshlarning yo'lini to'smaydigan halol ishlab bolalarimni o'qitib men xotirjam turmushga erishaman degan qarindoshlarning biz qo'limizdan kelgan ishni qilayli deb mush hozirgi xizmatlar asosan mushu tafsilotiga jiqma balkim keyinchilarni qilamiz lekin ko'chmanlik masalasi qurultayning shu eng kun tartibining eng ustidagi modda. Çünkü biz qarindoshlarimizni o'zimizning vatandaşlarını chet elda xotirjam qilamasak bu davoni biz odam uchun qilamiz. Yani bir o'zimiz uchun qilmaymiz bu davoni.
Qarindoshlarni qutqizish. Vatandagilarni qutqizolmagandimi, chet elda qarindoshlarni birisimi bo'lsa, shularni qutqizish uchun qilamiz. Ya'ni chet elda qarindoshlarimizga ega chiqmay, bularni tashlab qo'yib, u mumkin emas. Dunyo Uyg'ur qurultiyi uni qilmaydi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi mayli Malayziyada bir Uyg'urni bir kun chiqdi desa, shu qanchalik chiqim ketishdan qat'iy nazar shu qarindoshni qutqizishga shu zamon harakat qilamiz. Bizning bu yerdan tepgan pulumizmi yo'q? Qurultayning iqtisodiy nimasimi, manbasimi qarindoshlar shuni bilish kerak. Mana shu o'zimizdan qilgan yordamidan shakllandi. Lekin davlatlarning ish qilish to'g'ri kelsa shularni ish qilamiz. Odam avatish kelsa odam avatimiz. Başka aqsab yordami kerak bo'lsa uni qilamiz. Ba'zi vaqtda qurultayning oldiga chiqib ish qilishi bu qarindoshlarning qutulishiga foydasiz bo'lib qolsa, biz odamlarni avatib qurultay kaynat turamiz. Qandaqdir buni qurultay va o'zimizni ko'rsatib oladi deb u shaklda qaramaymiz. Oldi bilan bu vaziyatni obdan analiz qilamiz. Qurultay ba'zi davlatlarda Dunyo Uyg'ur qurultayidan cho'chiydigan davlatlarmiz. Qurultay ba'zi davlatlarga uchur yo'llasa, ularga javob bermaydigan davlatlarmiz. Masalan, Arab Birlashma Xalifaligi, Saudiya Arabiston, O'rta Osiyo davlatlari Dunyo Uyg'ur qurultayidan kelgan uchurga nisbatan qo'qib ketadi. Çünkü Xitoy bularni menga boshqa turli ishlagan. Inkosmi bermaydi. Bunimi qarindoshlar bilish kerak. Ammo biroz insof va davlatlar va g'arb davlatlari biz qurultay bularga paloniyada mendaq bir qarindoshimiz qiynab oldi desak, darhol shu qarindoshimiz uchun o'zlarining elchixonalarini ishlatib, shu davlatlarning munosabatli organlar bilan aloqalashib, shu bir odam bo'lsa-mu, hozirgacha shunday kuchayotgan davlatlar bor. Shunlashqa Dunyo Uyg'ur qurultayi bu masala kelganda va bir odamning ishi ekan deb qaramaymiz. Bir adam bo'lsin, har qanday bo'lsin, qo'limizdan nima keladi, qanday shaklda qutqiza olamiz. Mayli pul ketmasa, pul ketilgan shu qolsa, pul iqtisodiy jihatdan iyona to'plab bo'lsa, adam avatiga shu adam avatimiz, har qanday ishni qilamiz. Shunlashqa dunyoning har qaysi joylarida qarindoshlarimiz shuni bilish kerak. Bu Dunyo Uyg'ur qurultayi bu masalani nomabro'y uchun qilmaydi. Qarindoshlarımızdan pul to'plab, pul tepish uchun qilmaydi. Muşunun qanchalik chiqim ketsin, o'zimiz yanjuqimizdan qilib, birmi adam bo'lsa, xotirjam bo'lsin, birmi vatandoshimiz bo'lsa, bir aramchilikqa chiqsin deb shuning uchun qilamiz. Bu narsani aytib, aniq men deb qo'yishim kerak. Siz Kanadadagi aktiv faoliyat olib borg'uchi bir siyosiy shaxs sifatingiz bilan Kanadadagi Uyg'ur milliy mujodilasining taraqqiyot tarixi to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tsangiz hamda Kanadadagi siyosiy faoliyatlarning kelajagi haqida nimalarni o'ylaysiz? Rahmat. Yani mening shapkamning birisi Dunyo Uyg'ur qurultayining muhojirlashiga qarayman, yana birisi Kanadada, o'zim Kanadada yashaganim uchun Kanadada bu 2018 olgan bo'lsa, men Kanadaga borganimga 20 yil bo'ldi. Ben Kanada'ya bağında şu Amerika'dan Kanada'ya kettim 98-yılı. Uyghur davası yoktu. Uygurların 3-4 eylem battı azdı. Şu bir Kanada'da Uyghur davası bolsun degan şu arzu bilen, şu gayi bilen bağın. Çok terörçülük körsattık. Vaqtda sanımız azdı. Hazır sanımız yok. Teşkilatlarımız küçük var. Qarindoshlarımızdan sanımız bolap hazır Toronto'da Küçüyada Uyghur aşxanası var. Anandikin qarindoshlarımızdan iyanesi bilen setib algan Uyghur mescidde özümüzden nimisi var. Ballarını okutudu qarindoshlarımız Uyghur medeniyet, til, an'ana, dini jihatdan savat chiqarib qarindoshlarımızdan keyingi avlodlarimizni şu Uyg'urlik ang nimisi bilen ang saviyasi bilen olan terbiyeleşke cemaatçilik qilib müjik kuchayotidu. Hamda Uyg'ur siyosiy davası Kanada'da bir kadar kona davalarının birisi. Hamda nim qilmaslik kerak. Chunki 2000-yillardan boshlab hukumatlar bilan aloqa kelgan bo'lsak, 2005-yili Dunyo Uyg'ur qurultayi 2004-yili qurilib, birinchi yil o'tmayla Kanada parlamentida hükümet organları bilen çoğun faaliyetlerini ötküzüp nem qilgan. Hozirgacha Kanadada 2 qatim isbot berish yig'ini o'tkazildi. Parlament kishilik huquq komitetida Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarlari Kanada bosh ministrlari bilan ministrlar bilan ko'rishdi. Hali yuqori saviyada kutilishlar bo'ladi. Bizning shu 6 oy ichida men Ottawaga 6 qatim bordim hamda. Ottawa bizning siyosiy markazimiz. U yerda ministrlar bilan va siyosat belgilovchilar bilan parlament a'zolari bilan bo'lib tashqi ishlar ministrligi bo'lsin, har organlar bilan nimamiz munosabatimiz kuchli.
Shu jihatdan hamda Uyghur davası üçün Kanada kam bo'lsa bo'lmaydigan bir davlat. Kanadadagi bu davanın muhim tarkibini yana shu ko'chmanlik masalasiga biz qaratishimiz kerak. Chunki Kanada azangacha ko'chmanlar masalasida qo'shig'ini biroz kang tutayotgan, ishigini ochiq tutayotgan mard davlatlarning birisi. Uyg'urlarning Kanadadagi hayot tecrübeleri ve Kanada cemiyeti koşkan töhbirleri mahali güçlük. Hazır şu yaş evlatlarımız qarab şunda fəxrlənəmən. Şu ülkelik gimnastika müsabaqaları da bolsun, analikin şahmat ve bir kısım şu insanlarımız nöküp ketmeydi bununla, lekin naytı mühim ve kalamışı. Bizden ösmürlerimiz şampiyon buluvatıdı, Uyghur topçusu bilen kiyip çıkıvatıdı, ata-analары şunda terbiyelevatıdı. Hakikaten insanla heyecanlandırdan, hoşallanarlık evvel. Yaşlarımız her cihetten yetiş gerek, terbiyeleniş gerek. Manımı şu, Uygurlarının kelgisi obrazının tiklenişi ve texamı parlak bir obrazı ilgi oluşu da mı? Yaşlarımız fevkalade rol oynaydı. Edebiyat sanatının rolü fevkalade mühim. Yani anadan keyinki şu Kanada kelgüsü yoki kelmoqchi bo'lgan Uyg'urlar uchunmi hozirgi Uyg'urlarning shundaq Kanada jamiyatiga tinch masala tug'dirmasdan radikal va tashqun ideyalarga berilmasdan Kanada jamiyati sungan imkonlardan foydalanib oilasini yetishtirib ishlab ecir qilib o'zining baxtli oilasini qurib degandek Muşunda sağlam terakkiyatı bundan keyinmi Kanada'daki Uygurlar için mühim rol oynaydı. Şunun için bu Kanada'da siyasi dava degende yalğız siyasi ilk bağın hükümet organları bilan bo'lgan meseleler emas. Macat kimi jiq ahamiyat berimiz. Anadaki Kanada'nın şu Birleşken Devletler Teşkilatı birinci olab Uygurlarning terbiyelash merkezi atalmış terbiyelash merkezi meselesini Birleşken Devletler Teşkilatı oturup koygan birinci devlet yani Kanada. Bayatım ben degandek şu Malaysiya turmusida qarindoshlarning Xitoy qaytarılmaslik haqida ikki qatim nota berilganligini anonikin pat-pat vatanga edemevatib turdi. Maqatim şu Kanadaning Xitoy turistlik bosh elchisi hurmatli John McCallum bilan kurashganimdimi şu edemevatganligini lekin Urumchidan boshqaga borolmaganligini Örümçigi bağın bu xadimlarning aytib berishicha vaziyatning urush rayonlaridan ig'ir vaziyat deganligini menga dedi. Ya'ni Kanada hukumati vaziyatdan xabardor. Lekin Kanada hukumatining dunyoda ig'irligini qo'ya oladigan ba'zi o'rinlar bor. Andan keyin hozir bu dunyo vaziyatining belgilanishida dereceden tashqari davlatlarning ig'irligi favqulodda ig'ir kuchli ekan. Masalan, Birleşken Devletler Teşkilatı rad qilish huquqi bo'lgan davlatlar deb qaralgan Amerika, Xitoy, Rossiya, Angliya, Fransiya qatorli bu 5 davlatning haqiqatan haddidan tashqari ig'irligi bor. Chunki xohlagan qarorni o'tkazish, xohlagan qarorni rad qilish huquqi bor. Kanadadek, boshqa Germaniyadek teshliq taras davlatlarning iqtisodiy jihatdan va xalqaro organlardagi ba'zi ig'irliklar bor, lekin bundan biz sal qaramas kerak, foydalanish kerak hamda. Shunlashqa Kanadaning bundan keyingi davosida Kanada qarindoshlarning tutgan yo'ldan memnuniyat his qilaman, chunki yosh avlodlarni tarbiyalab, yosh avlodlarni shu jamiyatning yaramliq sepiga qo'shish ota-onalarning va muhim vazifasi. Biz hamda şunu bilishimiz kerak, bu chet ellik Uyg'urlar bir mezgil chet elda yashaymiz. Vatanimizning masalasi hal bo'lguncha va chet elda yashaymiz. Bu balkim bir avlod bo'lishi mumkin, ikki avlod bo'lishi mumkin, uch avlod bo'lishi mumkin. Buni esimizda saqlashimiz kerak. Shuna bo'lganda biz yashayotgan davlatda yolg'iz namoyish qilib, yolg'iz siyosat so'zlab, yolg'iz buni bilan qilmaymiz. Yani Uyghur davası bir milletning davası bo'lgan bo'lsa, siyosat bu Uyghur davasının en çoğun kısmı, lekin biz bir medeniyet muhitida yashab çoğun bo'lamiz. Tilimiz, ana tilimiz, diniy e'tiqodimiz mana mushular Uyg'urlarning kimligini shakllantiradigan, Uyg'urlarning mavjudligini saqlab qolgan eng muhim omillar. Shu jihatdan yoshlarni tarbiyalashga hozir dunyodagi nurg'un davlatlarda yosh o'smirlarga nisbatan maktablar, ishtinsib kurslar, ona til yaslilari degandek shakllanyapti. Haqiqatan bundan hayajonli his qilaman. Haqiqatan. Chunki yoshlarimiz, avlodlarimiz bu da'voning kelgusi.
Şularni tarbiyalashlam emas, shularga bir muhit yaratib berish biz cho'nglarning vazifasi. Biz ko'niga yig'inlar, majlislar, ular aldirash bo'lib qolmasdan, shu keyingi avlodlarning tarbiyalanishiga bu Kanadadagi bu misollarni tilga olishimning sababi, yana bu qarindoshlarimiz mukofotga og'il chiqqanda shu Uyg'ur bo'lib chiqadi. Kanadalik lekin Uyg'ur bo'lib chiqadi. Chempion bo'lganda Uyg'ur bo'lib chiqadi. Kanadada Aygul Mehmet degan bir sherikchimiz bor. Kanadalik talantlar sahnasida ikkinchi bo'ldi. Shu Uyg'ur bo'lib chiqdi. Men Uyg'ur deb shu butun televizor ekranlarida. Bu nima degani? Insonni hayajonlantiradigan ishlar. Shunlashqa xalqimiz Kanadada bu jihatdan nayt yaxshi. Kanadaning ko'p madaniyatlik, ko'p dinlik shundaq siyosiy kurulması, ictimai kurulması mı Uygurlarının özünün medeniyetini terakki kıldırışkan hayti umuşluk şaraitlarını yaratıp berdi. Şonlaşqa bu davanın kelgüsü degende şu Kanadadaki Uygurlarının kelgüsünün hakikaten parlak ikenligi işinime. Çünkü muhit yaxşı, ayrımçılık, bu nesile milliyetçilik kayışları Kanadada en töven. Çünkü köçmeller devleti bu açık. İkinciden her milletinin özünü terakki kıldırışıga qandaq imkonlar bo'lsa, ya'ni uni oldin to'sib qolgan bir narsa yo'q. Ana hukumatning siyosatlari ham boshqa millatlarimizda odil va hech kimdan ustun ko'rmaydigan shunaq nimasi bor. Shunlashqa Kanadada Uyg'urlarning o'sha davosining taraqqiyoti, madaniyatining, bir ijtimoiy madaniyat muhitining shakllanishi, Uyg'ur jamoatchiligining her xil sahalar bo'yicha keyingi yosh avlodlarning yetib chiqishi. Mush jihatda hamda Kanada nayti shu nurg'un davlatlarga bordim. Men Kanadadagi bu sharoit nurg'un davlatlarda yo'q. Yosh bolalar tug'ilib o'sib uzun qolmaylar ayrimchilikni his qildi, lekin Kanadada bunday his qilmaydi. Yani küçük balının tuygusunu düşünüş lazım. Sen emdi bir okuş, mektep işi kırıpla, sen palançı ekensen, sen pistancı ekensen. Yani Xitay bizden yaşlarımızda şu kılgan ayrımçılıkını çetellerge bazı devletler başka yerden köçüp gelgenler kılıdı bunu. Yani devlet siyaseti bulması mı ictimai muhitte şu var. Üstün millet, milli devlet, diğerlerinin mesela men palani millet bu devletin ilgisi sen sırtın kelgen degandek ayrımçılıkını nurg'un devletlerde his qilib bo'ldi, lekin Kanadada shuni his qilinmaydi. Yani Kanadada Uyg'urlarning her jihatdan yalnız Uyg'ur davosini nuqtasidan emas, Kanadaning siyosiy, ijtimoiy, madaniyat muhitiga qatnashish, har xil o'rinlarda ishlash, jamiyatning har tarmoqlariga singib kirish, shu orqali keyingi avlodlarimizni ham yaxshi shaklda yetishtirish, bularning hammasini men Uyg'ur davosining ayrılmas bir partisi deb qarayman. Shu jihatdan Kanada Xudoyim bilsa sonimi xili jiqlab qoldi. Bundan keyingi Uyg'ur davosida menchun aytdi, alqiliq rol o'ynaydigan bir davlat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, diqqat qilganlarga rahmat. Kelar qatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Bizning qinimiz sen uchun ey yurtimiz, fido bo'lsin jinimiz, qon kechib ham jon berib oxir bo'ldik ozodlik, qalbimizda bor bo'lg'achqa e'tiqod